Video boshdan aytib qo'yay, yosh bolalar, ayollar videoni ko'rmasin. 18+ kvartira ko'rsatamiz sizlarga bugun. Buxoroda bunaqasi bo'ldi deb o'ylamagandim. Tayyor bo'lsangiz agar ochaman. Men o'ylayman, uyni egasi haqiqatda bir shinavanda odam, dizaynerskiy ishlarni zo'r qilganlar. Bitta bo'lsa tushunardim, может, pachka zakaz qilganlar, shu uchun shunday bo'lib qolgan deb, lekin bunisiga nima deysizlar? Ikkinchisi. Bunisi uchinchisi. Bilmadim. O'zlariga mos qilib kvartirani zo'r qilib taxlaganlar. Xohlasalar sizlar suratlarni olib tashlaysizlar. Kvartirani sotuvga qo'yyaptilar. Mana bu yerda divanlar qilingan, elita pardalari bor, tepalariga juda ham chiroyli ishlovlar berilgan. Gipsokartonda aboylarni kombinatsiya qilganlar. 3 ta devolimizni aboy, bitta devolimizni attachento kraskalarni qilganlar. Zakaznoy mamlaqa shkaflar qilingan, televizor iladigan joylar zakaznoy qilingan, tayyorda mebellari bilan birgalikda mamlaqa sun'iy gullar ayniqsa. Kvartiramiz o'zi bir xonali, lekin zo'r qilib taxlaganlar. Faqat shu suratlarni inobat qilmaganda, lekin kimgadir tushunarsa ham yo'qar balki. Xo'p, bu yerda kvartiramizning kiraverish eshigi, podezlari katta, kesalaringiz ko'rasizlar. Yonida sun'iy gullari, mana katta zakaznoy oynalari bilan birgalikda oyoqdaylar kafil qilingan koridorımizda. Bu yoqda esa kvartiramizda oshxonasi bo'ladi. Oshxonamizda zakaznoy kuxniy garniturlar qilib qo'yilgan. Bu yoqda men turgan joyda xolodilnik uchun joylari bor. Bu qismida o'tirib choy ichadigan zona uchun stol qo'yganlar. Mana shu 3 ta stulcha sig'adi berib bemalol. Mamlaqa 6 burchak qilib zakaznoy mebellar qilibdilar. Davom etamiz. Xo'p, kvartiramiz sanuzul xonasiga to'xtaladigan bo'lsak, devorlari to'liq kafil qilingan holatda, даже soch quritadigan fenlargacha qo'yibdilar. Dushlar tashkil etilgan holatda, suv isitgichlari, lit unitazlari o'rnatilgan. Kvartiramizni manziliga to'xtaladigan bo'lsak, Kvitini ko'chasida va Bankomatning qarama-qarshisida qurilgan 8 qavatli elitni liftli dvorli domni kvartira 3-qavatda joylashgan bir xonali. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Narxini ham pastda yozib qoldirganmiz.